Assalamu alaykum, tordaşlar, yaxşımısızlar? Ben bir ciddi bir naq meydan qilib qoldim. Tünögüm o sözlegendim bilsizlar. Şərq Türkistan Yaşlar Qurultayınınki o'ttirg'i chiqargan imzasını qo'llayman deb. Tünögüm bugün anadaki neler ahtımı bekçik qeyrindaşlarımız bizning imza taşlışımız muvaffaqiyatli bo'lmadi. Zümrət xanım, nima uchundu? Anadakın ilxatni ivəsək bizga cavab kelmedi degandek shundaq uçurlarni topshirib oldim. Men bundaq bir so'zlab o'tmoqchi. Masalan, ilxatni siz kirgizib imzo to'r betiga kirgizgandan keyin, ivatib bo'lgandan keyin o'zingizniki ilxat sandig'iga bir ulanish keladi ekan. O ulunuş belki bir 10 minutlarının içinde ya ki onundan selce qaraq vaqtda kep qaldı ki. Bazı şu zaman keldi ki. Bizninkiga şu zaman keldi. Ulunuş keldi. Onu çekip kirgenden keyin sizninki şu imza taşlığınız muvaffaqiyatli bo'ldi ekan. Anadaki sizge rahmet deb javob oldi ekan siz. Ben onu chiqirib qo'ysam mı bo'ladi? Anadaki bu bir cho'qim qilishga tegishlik imzanınki inovatlik bo'lish uchun qilishga tegishli bir jarayonga bu. Shu o'zingizning ilxatingizga kelgan shu uchurni cho'qim bir echib kirishingiz kerak. U vaqtida bu inovatlik bo'ldi ekan bu imzolarıngiz. Anadikin yana birisi shu ulunish ba'zida muhim bo'lmagan ilxat sandığı oldu, ayrım bo'ladi. Shu muhim bo'lmagan shu ilxat saqlanish o'rniga saqlanib qoldi ekan. Ba'zilari axlat deb juvitsiz ba'zan uchurlarni juvatgan shu sandıqqa saqlanib qoldi ekan. O'xshamagan yerga saqlanib qoldi ekan. U ulanishning keldigan o'rni ba'zilari bevositalar shu o'zingizning ilxatga topshirib oldi ekansiz. Ba'zilari shuna o'xshamagan o'rinlarga kirib qoldi ekan. Uni izlab turib bir cheking. Anadaki imzanız inovatlik bo'ladi ekan. Bekçi qeyrindaşlarımız biz imzani taşlayamayotimiz, qanday qilamiz deganlar bor. Ularga ulanishni ivatib berdik. Men qo'llayman bu. Shaxsan men cho'qim bütün vücudum bilan qo'llayman bu imzani. Bu to'g'ri imzo. Demokratiyani xalq o'g'itish kerak, demokratiyani shu men birdan-bir davog'anlarga demokratiyani o'g'itish kerak xalq. Bu bir xalq hareketi. Bununla aktif avaz qo'shishimiz kerak hammamiz. Bütün dünyada her bir demokratiya devletlerindeki partiyalarni, xalqninki qandaq bir hareketlerini qila oladiganligini, haq huquqini, qandaq qo'g'dash yo'llarini ko'rib o'tdinglar. Bizmi shuni o'rganishimiz kerak, ham o'rganib bo'lganlar o'rgatishimiz kerak. Bu çoxum qilishga tegishli ish. Aniki u yerda gapni anglab turib, bumi to'g'ridek. Mayada turib, mayadim anglab, bumi to'g'ridek. Meydan çoxum aniq bo'lsin qeyrindaşlarım. Men azaldan o'ng tartib bir yerlarga kirib inkos yozmayman. Agarda bizningki shu temaga bizningki manfaatimizga to'g'ri keladigan bir tema bo'lib qolsa, amalsiz ba'zi yerlarga inkos yozib qo'yman. To'g'ri tushanda ishini qilsa bo'laverdi. Biz o'zining to'rbetiga nima chiqarsin, lekin bütün millat nomidan, bütün millatninki manfaatiga ta'sir etadigan ish bo'lsa, hay deb qo'yamiz. Vay anlamasang uzunga chiq deymiz. Lekin biz o'zimizning ishini to'g'ri bo'lsa, to'g'ri yo'ldagi qeyrindaşlarimiz cho'qim qo'llashimiz kerak. Bu imzo to'g'ri imzo. Agar u yerda bu yerda tillangan ovozlarni aytgandan keyin u bo'la ivat qo'yibga kulib ketdim. Shu siziga va sakraydi deydi. Bir yerda xumdan dazi var, shuning uchun sakraydi. O topning egalarimi pulliq qiladi ekan. O topning WhatsApp toplari deydi, WhatsApp turmalari deyman. O turmalardagi eliq ovozlarni anglab, shu bir yeringa tegibdi deb ashundaq xulosa keldim. Anarkin qeyrindaşlarım, bu imzani siz eting atqan bilan soni xeyli jiq bo'lganda qilgan bilan avu eliqi axlat sandig'iga yoki muhim bo'lmagan uchurlar saqlanib qoldigan yerlarga saqlanib qolsa, u yanala siz uni muqimlashtirmagan, anandikin jazmlashtirmagan bo'lib qolasiz. Shuning bilan bu olunish yana inovatsiz bo'lib qoladi ekan-ku. Tasdiqlashingiz kerak sizning bu odam sizmi?
mush imzoni atgan odam, mushu xat sandig'idagi odam sizmi degandek, shuni tasdiqlatib bir chekib kirib etasiz, boshqa ish yo'q. Chekib kiribla qo'ygandan keyin rahmat sizning imzoningiz qabul bo'ldi deb turib, shundaq bir javob keladi. Shuning bilan innovativ bo'ldi. Shuning ba'zan el xatlar shundaq bo'lib qolmasin, shuning oldini olish uchun men bir so'zlab qo'yish qarorini oldim. Chunki jiq qarindoshlarim ayrim munda bu qoldi deb yezib ketibdi. Söz qoldirganlar vaka. Endi buningga cho'qim kollektiv javob beray deb o'yladim. Qarindoshlarim, bu hammamizning ishi. Vatan deb qo'yib o'ltirib ish qilamidik, mana qiladigan ishlar turibdi. Qilishga tegishli ishlar, xat yozadigan, u yoq bu yoqlarga bekchiq ishlar bor. Ammo siz obunega kirib o'ltira oladigan vaqtingiz bor ekan, bu imzoni cho'qim biz tashlay oladigan vaqtingiz bo'ladi yoki qo'llaydigan vaqtingiz bo'ladi. Ba'zilar voyay men oldirashdim u bu desa, davomli menga ba'zan odamlar voy sizningki bek oldirashdik, lekin sizga gap qilib qoldik deb turib, gap qilsa, voy oldirash olsangiz, men faqat gap qilmang, nima uchun gap qilsiz deb men yezib qo'yma. Ba'zan xonimlar va ashlar deb ketadi, voy bek oldirashdik, lekin mani uqamadik deb. Hayronlik qilmay, ya men uy xotini emasmanmi? Turishayli, hammamizning unvonlari xizmat o'rnimizda asqatadi, lekin vatan davosida emas. Unvonlarga oshiq bo'lib ketadigan odamlar bor ekan. Unvon deganda men shu ishlaydigan o'rnimda ishiltima. Mayli dissertatsiyarim, maqollalarim bo'lsa, uni hammasini shu ishlaydigan yerda ishiltima. Lekin millatim uchun u narsa bilan chiqmayman deyman. Kerak yerda ishlatamiz, o'zimizning sohasida hammamiz o'zimiz tushlik odamlar. Uni bu yerga chiqib o'tirib, voy men doktordim yoki mundatim deb yurmaymiz. Vatan davosida to'g'ri nishondagi odamlar bilan tang birlasha olamiz. Xato yerdagi yoki dushmanning maydonida turayotgan odamlar bilan u men 60 oltin basimi hech nimani qo'shib chiqara olmayman, hech nimaga yordam qila olmayman. Unisi aniq. Men undaqılıqı unvonga oshiq emas, chunki o'zimning yetib boshqadek unvonim bor. Uni men dedim bu xizmat o'rnimda ishlatman. Lekin vatan davosida biz hammamiz o'zimizga loyiq, o'zimizni sal tovanrak o'rinda xalq bilan birga turimiz deb o'ylasanglar bo'ldi. Biz hammamiz xalq. Bizning unvonimiz bor. Biz hammamiz xalqni vatanni qo'limizga elib qaysimiz bir bayroqni oshiga tishlagan bo'lsangiz, qonungizni yuzib qo'ymayman ha. O vaqtida o qanchalik nim qisaq bo'ladi. Uningdan boshqa vaqtida hammamiz bab-baravar. Hech qaysimizni o'yish bo'lamay ketganimiz. Davodan pulab qashlayotganlarchi, o sening kasbing, xizmating o. Shuning uchun xalqqa xizmat qilsa, biz haqsiz qilamiz, chunki bu o'zimizning burchi. Qilishga tegishli ishimiz. Hozir shu imzoga nisbatan chaqildab, sayrab ketayotganlarga qarab, hayron qolsanglar bo'ladi. Bir yeri bor sakrayotdi, danglar. Ishkimninki ego olamaydi. Voy men degan palonchining vakili pokunchi. Men ballalarimga vakillik qila olmayman. Ularning kallasi ayrim tursa, necha kun oldin birsininki kichik bolasi to'g'riliq bir fikrlashib, mandaq balam mandaq o'qiganti, mandaq o'qiganti deganda dedim. Umi bir kichik bola bo'lsa-mu, 4 yosh bo'lsa-mu o bola, u bir ayrim bir inson. Uning kallasida o'ziga xos o'ylanayotgan fikrlari va shuning uchun siz uni mandaq qilsa demaysiz, do'stonlik bilan fikrlashing, o'rtoqlashing desam, necha kundan keyin voy rost unimini ko'rdim deydi. Albatta, u bir ayrim inson. Xuddi kichik o'g'illarni qizlarga amroq keldi. Voy kichik o'g'il bola bo'lsa-mu, u degan keyin cho'ng bo'lsa u bo'ladi emasmi dedim. Shuning uchun jiq narsalarga nisbatan o'zingiz o'gining, anadagi boshqalarga yordamda bo'la olasiz, bolangiz bilan o'rtoqlasha olasiz. Davomi shunga o'xshash. Hammamiz bab-baravar fikrlashimiz, to'g'rini qabul qilamiz, xato ishni rad qilamiz, xoinga yo'q deymiz. Xoinning maydonida mayli u bir qandoqli bir bo'lib ketsin, nima Nobel mukofotiga erishganmi tadqiqotchi bor, gen tadqiqotchisi. Unimi bir nimasi bor deb o'ltirib miyarimiz qistirib olmaymiz-da. Shuning uchun qarindoshlarim o'zimiz o'ginib ilgirlayli. Kimningla gapi o'z to'g'ridak, kimningla qilayotgan ishi to'g'ridak emas. Bu fitna emas hargiz. Ba'zan yerlarga voy fitnaga sababchi bo'lmang deb turib buni yezib qo'yganlarga hayron qoldim. Fitna emas. Sen bu to'g'ri haq narsani fitna deb turib olsang, qachon ozod bo'ladi sening gaping bo'yicha? Mustaqillikni quruq shuvar desang, vatan deganim quruq shuvar desang,
quruq shuvar emas narsalarni ajab bir quruq shuvar olsa nemish qo'rqsa, quruq shuvar emas yerda xoinlik bor ekan shu. Mustaqillik desa, ozodlik deb turib oldisa. Mustaqillik davosi bu. Egilik huquqni asliga keltirish davosi. Lekin 72 yil nima ish qildinglar? Endi yoshlar qiyirlarni yetaklab mang'idak. Yoshlar yetaklab menyapti-ku bizni. O'zimizning o'rnini biroz bilib olaylik. Sal tövallabchi. Hech nima bo'lmaydi. Bir odamga egilganga hech nima bo'lmaydi. Dushmanga egilmaymiz. Lekin o'zaro cho'qim do'stonilik bilan fikrlashishga moyil bo'ling. Bir odamnikini qabul qiling. Sizmi hech nima emas. Xuddi siz meni ko'zga ilmisiz, menmi sizni ko'zga ilmayman. O'xshashli ish. Lekin ma vatan, millat, qarindoshlik ishida biz prinsipimiz cho'qim noyda aniq bo'lish kerak. Qizil sizig'imiz noyda aniq bo'lish kerak. Chaqchaq qilmasligim kerak qizil sizig'imga. Hargiz chaqchaq qilma deb turib deyman. Bo'lmagan odamlar bilan orliq tashlaymiz. Lekin bir-birimizni tillab, unda do'stlar aramo biz fikrimizni o'rtaqlashamaydigan yoki qarshi tarafning fikri yo qarshi tarafning ahvollari yaxshi emas vaqtlar bo'lsa, orliq tashlab qo'ysak bo'laverdi. Lekin to'rga chiqib tillab o'ltamaymiz. Bizningmi xapilishib qolgan vaqtlarimiz bor. Lekin to'rga chiqib palonchi, pokunchi, palon niman deb tillamaymiz. Palon nima, pokun nima. Hamma odamning bor unchalik cho'ng narsa emas u. Deb ashtaq deb o'ylayman. Imzo to'g'riliqmi to'rlardan kelgan ba'zi ovozlarni anglab men bütün anglamayman ayak-mayaqdan ba'zi bolalar anglab bo'lib javobini berib qo'ydi. Munda debdi. Vazifaliklar endi rasmiy pul topadigan vaqti yana kaptida o'ltaq uzmaydi deb bicharalarni dedim. 5 vaqt namozni shu qalbiga qarab o'qigan vaqtingda qaysi yuzing bilan qarasam o'sha xoinligingdan bolalaringni nomus qildi ekan seningdan deb qoldim. Ham deb qolaman. Shu qarindoshlarim uyqumizni echib, ma to'g'ri ishni cho'qim qo'llayli, imzo ishida cho'qim haq tuyg'usi bo'lish kerak. Bu imzo demokratiya o'rgatadi Uyg'urga. Bu Yevropada xiyalarda yashayotganlar demokratiyaning nimaligini bilmay turib, demokratiya da'vosi qilayotgan, kishilik huquq da'vosi qilayotganlarga demokratiya deganni uqtirib qo'ydi. Xalq harakati orqali demokratiyani uqtirib qo'ydi. Qarindoshlarim, imzo to'g'riliq ko'plab ko'ngil bo'linglar. Men buni qadapli qo'yma o'zimning to'r betimga imzoni etivassangiz hisob emas. Elxat sandig'ingizdagi shu uchurni izlab turib bir chekib, anandikin bir sizga javob xat kelgandikin, u imzo tashlashingiz anandikin inobatlik bo'ladi ekan. Shuningga buni o'rtaqlashib qo'ydim. Rahmat sizlarga qarindoshlarim. Fikringlar bo'lsa ayrim desanglar bo'ldi, ostiga yozsanglar bo'ladi. Men yana chiqib so'zlayveraman. Menmi ishlayotgan odam, men hargiz oldirashdim, o bunigami kiranmayapman demayman. 24 soat da'vat qilyapman deb unda demayman. Chunki tomoq yeydigan vaqtim bor. Kitob o'qiydigan vaqtim bor, yozadigan, haq uchur qaytaradigan vaqtim bor. Chunki vaqtingizni yaxshi o'rinlashtirsangiz qila olasiz. Qolgan ishlaringiz o'zingizningki jon beqishingizga bilan munosabatli bo'lsa, agar ma ishingizni, ma imzoni men millatimiz uchun, vatanimiz uchun bir qadam, bir ozroq olsin kuch chiqadim deb turib o'ylab, o'sha imzoga cho'qim ovoz qo'shinglar. Rahmat sizlarga.